Assalomu alaykum hammaga aziz obunachilarimiz, yana bir chiroyli temirdan tayyorlangan qafasimiz tayyor bo'ldi. Sizlar bilan qisqacha tanishtirib o'taman. Qafasimiz 2 etajli bo'lib, tagi tovuqlar uchun, tepasi esa kabutar ishqibozlari uchun moslashtirilgan qafasimiz. Mana portichkalari. Kabutar xonasidan boshlaymiz. Mana 15 dona chiroyli tarzda qurilgan gnezdolari bor, keng holatda. İçinde bemalol bir juftdan kaftar qisilib qolmagan holatda yashashi mumkin. Mana ko'rib turganingizdek. Setkalari ham qalin setkalardan tortilgan. Bu esa mana tovuqlar uchun oxir doni, tovuqlarni don idishi va ikkala etajli ham eshiklari yon tomoniga o'rnatilgan bo'lib, pastdan boshlaymiz. Mana tovuqnikidan yonga suriladi ikkala eshigimiz ham. Tagida bemalol 25 ta tovuqlar bemalol yashaydi. Yani tuxumdonlari, qo'noqlari mustahkam tarzda qurilgan qafasimiz temirdan tayyorlangan. Tepa qavat esa mana kabutarlar uchun kabutar xonalari mana. Qafasimiz razmerlari balandligi 1.70, uzunligi 1.70, yon tomoni esa 1 metrni o'z ichiga oladi. Murojaat uchun telefon nomerlarimiz 94 kodi bilan 273 73 53.